bu Spark'ni qoraligini oldida qadrdon sizni qayningizni qalbi hamchi namni oladi. Bori qop-qora 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark mashinasi, katta motorda. Oxirgi obunachilar bo'lsa, mana sizlarga vashibda strasi yaxshidan, chiroylisidan, metrolari boridan, kraskasi kapot, qanotda kraska ko'rdik. Keyin qaysi tomonda petnocha ko'rdik xolos. Mana shu kalinkalardan bittasida. To'liq kraskasi qanot bilan kapot kraska ustilargacha pechat, old-orqalari yurish-turishlari zo'r. Egarni aytishi bo'yicha aytishyapti, motor korobka hadovida ishi bo'lsa qildirib beraman. Javob ketavergan ekan, mashinaning holati o'sha zo'r turib, chotga turib deyishyapti. Mana ichidan qo'yib Sizlar bitta ochamiz-da, salonni. Ko'rsam bo'ladi. Salon ha, takoy. Chiroyli, yaxshi holatda turibdi. Turgan sari Qo'qonni charxiy tarafida turibdi. Old-orqalarini bitta ochamiz-da, yaxshilab bitta obzorlarni qilib ko'rsamiz. General davraslar berishsa ham, bermasligi mumkin ekan. 50 general davrasdan kelib ko'rasizlar. Xudo xolasa yaxshi odam bo'lsa beramiz deyapti. Atak muammo yo'q ekandan deyapti. Xo'p, mashina tayyor pakalini propani bor ekan. Bitta yaxshi baloni bor. Propan pakelinasi bor. Mashinaning oldi orqalari vobshe pechat, srazali ustalar ko'radigan joylarini ko'rsataman sizlarga. Spark qop qorasidan bizlar bilgan obunachilar bo'lsa, mana sizlarga Spark qop qorasi. Mana bitta kapotini boshqatdan septirib olish kerak ekan. O'sha kapotida o'sha oldin sepilgan ekan, o'zi yana shunaqangi shpaklovkalar salsa ko'tarilib qolibdi. Shuni bitta septirib olsa ham bo'laver ekan. Atak juda bir kritik emas. Qarang, endi uni topolmas ekan. Opa. Topdim deydi-yu. Xo'p. Mana shu tarafida mana shu qanot bilan nima ekan, lekin ichlarini bilasizlar, ustalar sirasi barchaning ichlarini tushuntirishadi, shu ishlarni ko'rishadi. Men o'zim shu ishlarni ko'rdim. Mashina xudo xolasa vobshe butun holatda bo'p turibdi. Kelasiz, ko'rasiz. Ma'lum kelgan bo'lsa, qadrdon gazni bosib olib ketsangiz bo'ladi. Narxini oxiri bo'lishini umuman kam yo'q degan joyini $4300 ga beraman deyapti. 4300 dan umuman kamiga aka berolmayman deb men qo'shib deyapti. Bu yerda barterga Nexia 2 Matiz mashinalar bo'lsa, barter qilaveramiz. Devoga barter bor deyapti. Kelasiz, ko'rasiz, xudo xolasa ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Bozorda ko'rib tushunib yurgan odamlar bo'lsa, 4300 ga mashina narxi vobshe chotki zo'r narxga qadrdonlar. Bosinglar bo'lmasa.